Yaxshimisizlar, hurmatli o'rtoqlar, pidaraz dushmanlar. Tak, bugungi mavzuda Shuhrat Musayev, yaxshilab shu videoni ko'r. Senga ham tegishli. Sani qilgan o'sha Hoji Makkaga o'sha borib kelganing Alloh tomonidan qabul qilinmaydi. Keyin bitta ham o'zbekni Hoji Makkasi Alloh tomonidan qabul qilinmaydi. Nima uchun? Oxirigacha ko'ringlar, mana shu videoni bilasizlar. Keyin sen dalbayob menga Rolexlarni ko'rsatyapsan. U Rolex emas, u Rolex. O'sha Rolexi Xitoyning provinsiyasida qilingan, tushunasizmi, u soatlarni. Keyin bo'lsa kilo olib sotadi, uni aptoviy qilib sotib olib ketadi uni Tailandga, Filippinga, boshqa joylarga. Bu yerda bo'lsa donalab sotadi. Tailandda Nachnoy bozorda $15 o'sha bitta soatni sotib olgansan. O'sha Rolex emas, u Rolex bildingmi? Xitoylarning Rolexi bo'ladi. Rolex bu shvetsarskiy soat, bildingmi? Shvetsariyaning soati bo'ladi. Qimmatbaho toshlar yerda bo'ladi. Yaxshi metalldan qilingan, tushunasizmi? Qo'toqdan olasanmi sen shvetsarskiy soatni, dalbayob. Keyin bo'lsa, mana aferistligi sezilyapti Musayevni. Falshiviy soatlarni olib chiqib, menga Rolex deyapti, tushunasizmi? Endi o'shandan nima deysan? Можно сделать anaqa вывод deyishadi ruslar. Bu aldayapti. Hech qanaqa yutmaysanlar. Bu o'sha tradingdan, moliya bozoridan kurslariga pul to'lagan bo'lsanglar, senlar uxladinglar. Bundan hech narsa senlar yutmaysanlar. Bu aytyapti, mana kunida $500 men ishlayman, kunida $10,000 ishlayman. Hammasi bu yolg'on gap. Agar shuncha pul ishlaganda bu cho'chqa senlarga hech qachon bu narsani sirini aytmasdi, shuni bilinglar. Bu просто maytab o'sha kursga pul olaman deb o'shanga pul qilaman deyapti, tushunasizmi? Sen lo'qlagan. Jannatning yo'lini ko'rsatgan yo'ldan adashib qoldida. Qo'ttonni yebsan sen shu gapingga, bildingmi? Senlar jannatga bormaysizlar, senlar onang namiga borasanlar. Butun o'sha Hoji Makkaga borib kelganlaring bu sog'lanmaydi, bu qabul qilinmaydi Alloh tomonidan. Tushunasizmi? Chunki bu riyo deyiladi. Riyo degani bunga bir nechta hadis bor, bir nechta. Bor imom mullalaringdan so'ra agar men haqiqatni gapirayotgan bo'lsam. Tushunasizmi? Riyo degani senlar Hoji Makkaga borib kelgansanlar, obro' uchun, pakazuxa uchun borib kelgansanlar, obro' bo'lsin deb. Lekin bu Alloh tomonidan qabul qilinmaydigan narsa, xuy-pilotlar. Allohingga ski, sani namozingga ski, Hoji Makkaga ski, u qabul qilinmaydi. Sani lo'q, Allohing uni qabul qilmaydi. Tushunasizmi? Chunki senlar Hoji Makkani faqat Alloh uchun qilishing kerak. O'sha butun umra to'y, ya'ni butun bu pakazuxa, riyo deb hisoblanadi. Riyo degan narsani internetda yoz, Googledan yoz, o'zbek tilida ham chiqadi bu narsa, gandon. Pakazuxa deyiladi, pakazuxa. Chunki pakazuxa uchun senlar jannatga tushmaysanlar, senlar do'zaxga tushasanlar, 100% do'zaxga tushasanlar. Hammalar do'zaxiysanlar. Keyin sen gandonni menga yozasanlar. Seni joying qiyomatda ko'rishamiz. Sen menga qara qiyomatingga qo'tam. Seni joying allaqachon do'zaxda, o'sha dashi islom bo'yicha, dashi o'sha islomiy bo'yicha seni joying do'zaxda. Sen chimo'la, mana shu o'zbek islomchilik chimo'la, dashi bilmaysan bu tomonni, tushunasizmi? Yana bir aytaman, riyo degani, pakazuxa degani. Sen namoz qilasan, Allohga emas, odamlarning ko'ziga ko'rinishga. Men namoz qilman, qurib to'yman, meni hurmat qilinglar. Hoji Makkaga borib kelasan, Alloh uchun emas, obro' uchun borib kelasan, meni hurmat qilinglar deysanlar. Tushunasizmi? O'sha riyo deb hisoblanadi. Bildingmi? O'shaning uchun sen do'zaxga borasan. Jannatga emas, sen Allohingizki, senlarning onangizki, sen gandonlar, chimo. Menga yozasanlar joying qiyomatda. Qo'toqga joying qiyomatda bo'ladimi? O'sha arabskiy qiyomatingda qo'toqni qo'ydim, o'sha arablaringga, o'zingga ham, chunki o'sha tarbiya bergan ota-onangga qo'toqni qo'ydim, bildingmi? Allohingga ham qo'toqni qo'ydim, bildingmi? Lekin men islom dinini senlardan ko'p bilaman, bildingmi? Sen chimo'lardan, o'zinglardan islom ishini yasab olganlardan ko'proq bilaman, sen chimo'lardan, o'sha islom dinini. O'zbekistondan umraga borishga ruxsat berildi. Qancha? 100 ming. To'g'ri. Qancha ko'p qo'ysa, sendagi lo'qlarni, sendagi o'zbek islomchilar lo'qlarni qancha ko'p qo'ysa, senlar oxirgi pulingni olib borib berasan o'sha Saudiya Arabiyaning byudjetiga. O'sha pulga ular samolyotlar sotib oladi. Yaxtalar, dengizda suzadigan yaxtalar sotib oladi. Tushunasizmi? O'sha yerda maza qilib prostitutkalardan, qiz bolalardan, prostitutkalardan kayf qiladi o'sha arablar sheyx, o'sha san olib borgan pulingga. Tushunasizmi? Sen savob bo'ladi deb olib borasan, hech qanday savob bo'lmaydi, bildingmi? Qo'toq bo'ladi, ya'ni savob bo'ladi. O'sha sani pulingga ular samolyot, yaxshi mashina, yaxshi domla sotib oladi. Конечно, sen lo'qlarni qo'yadi o'tga o'shancha. Tushunyapsanmi sen? Keyin bo'lsa sen gandonlar O'zbekistonda keyin ochlikdan o'layotganda Shavkat Miromonovich xalq qachon yaxshi yashaydi? Qo'toqga sen yaxshi yashaysanmi, sen lo'q xalq. Lo'qlar hech qachon yaxshi yashamaydi, tushunasizmi? Dunyo nima bilan taraqqiy qildi? Musulmonlar nimaga orqada qoldi? Hamma narsasi bor, hech narsasi yo'qda. Dunyoda taraqqiy qilib, hayoti farovon bo'lib, falon bo'layapti. Nimaga hamma narsasi bor O'zbekiston? Bu musulmon diyor nimaga oyga chiqmaydi? Nimaga falon narsada dunyoda birinchi bo'layapti, alhamdulillah. Lekin avvalgidek emas. Nimaga? Deyilsa, millat o'zligini unutdi-da. Millat o'zligini unutdi.
musulmonligi Birinchidan o'zbeklarning hech qachon hech narsasi bo'lmagan, bildingmi? O'sha kommunistlar qilib bergan, butun anaqa suv tozalaydigan mashina, o'shaning uchun senlar hozir haligacha o'sha SSR paytida o'sha suv tozalash mashinalarini qilib ketgan, o'sha yerdan toza suv ichasan. Elektrostansiyalar qilib ketgan o'sha kommunistlar, bildingmi? Sani Allohing nihoya qilmagan, bildingmi? O'sha tupoy, sassu Allohing, tupoy, Allohing hech narsa qilmagan, bildingmi? Uni kommunistlar qilgan, o'sha o'yinda svet bormi? Butun o'sha kommunistlar elektrostansiyani qo'yib ketgan, bildingmi? Keyin bo'lsa, avvaldagi nimaga o'zbeklarda hech narsa yo'q. Avvaldagi nima bo'lgan? Avval nima? O'zbeklar oyga uchganmi kosmonavt bo'lib? Ha, yo astronavt bo'lib oyga uchganmi? Kosmonavt bo'lib oyga uchganmi? Qanaqa bo'lgan? Ha, kosmosga uchganmi? Dalboyev nima deyapsan sen? Yiban biladi. Lekin mana o'zbeklarning hammasi bor. Nimasi bor o'zbeklarning? Qo'ttog'ini yo'q, qashshoq bo'lib yuribdi yoqda. Biladi. Oxirgi pulni o'sha Hoji Makkaga olib borib beribdi. Shuhrat Musayev aytasanki, Polshada 30 ming musulmonlar bor. Ana bor o'shalarga bir narsa gapirgan deb men tomonga ketyapsan deb. Endi men qara, 30 ming musulmon bilasanmi, qanaqa musulmon Polshada? Gapiraman deyman, esimdan chiqib turadi o'shani aytaman deb. Tushunasizmi? U 30 ming u eskidan yashagan tatarlar bo'ladi. Tatarlar hamma yoqda zamonaviy odamlar. Ha, ular musulmon, ular молодец. Tatarlarni juda ham hurmat qilaman. Tatarlarning orasida o'rtoqlarim ham juda ko'p bo'lgan O'zbekistonda. Bilasanmi? Ular zamonaviy odamlar bo'ladi. Normal, uni inshaalloh, mashalloh deb o'tirmaydi. Ha, какой-то masalan bayram bo'lsa, musulmonlarning bayrami, uni palaklar u tatarlar uchun kotini yirtadi kerak bo'lsa, bilasanmi? Chunki u yaxshi odamlar. Tushunasizmi? Sani u anaqa arabizatsiyadan o'tgan musulmonlar emas, anaqa arab qul bo'lib qolgan musulmonlar emas. Ular arab qul emas, bilasizmi? Ular hammasi qizlari shortikda yuradi tatarlarni, mini yubichkada yuradi, bilasanmi? Shunda zamonaviy mana shu zamonaviy hayotda, Polshaning zamonaviy hayotda ular anaqa короче, принимает участие, ijro etadimi? Shunaqa, короче. Endi menga qarab keyin bo'lsa ozgina anaqa nima desamki, anaqalar ham bor. Pokistondanmi, tam Arabistondanmi, ular ham jim yuribdi. Ular masalan yopishayotganda, inshaalloh mashallohdan pretenziya qilayotgan. Yo'q, nimaga sen bunaqa kiyinding, nimaga sen bunaqa ochilding, ularni voобще eshitmaysan. Nima uchun men ularga pretenziyani qilishim kerak? Oldiga chiqib ketgan mana shu sassu o'zbek islomchilar bo'ladi. Eng sassu mana shu o'zbek islomchilar bo'ladi. Bildingmi? O'shalar yopishadi. Mana ochiq-sochiq yurtib, o'zlari bo'lsa misol ko'rsata olmaydi ham. Yaxshi yashashni misolni ham ko'rsata olmaydi. Hammasi chirib ketgan. Uni ham ko'rib, lattalarni o'rab chirib ketgan. Men aytamanki, bitta tanishim bor Kanadadan. Xotin kishi, chiroyli qiz, o'sha Kanadadan vodiyda tug'ilgan, vodiydan ketgan. O'sha menga nima deyapti? Xudoga ming shukr, o'sha vodiydan ketdim deyapti. Chunki u yerda pizdes nima biladi. Hammomga o'sha qishloq, vodiyning qishloqlarida hammomga bir marta haftasiga boradi. Keyin yana bir narsa aytib qo'ymoqchi edim. Menga bir xil pidaraslik yozadi. Sen Allohga ishonmaysan, sen Xudo demaga. Menga qara, o Allohingga skay menga qara. O'sha Allohing hech qanaqa Xudo emas, bildingmi? O'sha Allohing Xudo bo'lmagan, Xudo emas va Xudo bo'lmaydi hech qachon, bildingmi? Allohing hech narsani yaratmagan. Chunki Allohni o'zi yaratishgan. O'sha arablar Allohni yaratgan, sandaka lo'qlarni lo'q qilaman deb, o'sha butun nima desamki, o'sha minglab, какой million hadislar bor, taxminan million hadislar bor. Keyin bo'lsa o'sha sura, oyatlar, Qur'on, o'sha hamma narsa nima uchun qilingan bilasizmi? Sandaka lo'qlar Makkaga kelib pul tashlab ketsin deb. Tushunasizmi? $6000, короче, sarflaysan, Hoji Makkaga boraman deb. Tushunasizmi? O'shaning uchun o'sha butun o'sha islom din o'shalar xatri o'shaning uchun qilingan. Tushundingmi endi sen kazol yo'q buni. O'shalardan bittasi ham Xudo emas. Bittasi ham Xudo emas ular. Ana Buddami, Krishnami, Isusmi, yana Balobottarmi, tam iudaizmmi, Zevsmi, greklarning eski xudosi. O'sha Allohingdan hech qanaqa Xudo emas. U kitobda yozilgan ertak bo'ladi. Nima uchun men ertakka ishonishim kerak? Ha? Xo'p, sen ishonibsan o'sha ertaga. Anaqa Yujniy Koreyadan o'sha qiz sallaga to'g'ri etdi. Alloh deb bitta ham gol urolmadinglar deb. To'g'ri etdi nimani? Alloh deb mana Palestinani amiz chiqib ketdi. Izraelga qarshi hech narsa qila olmadi Palestina. Bunaqa dazmollab tashladi Izrael Palestinani. Atrofidagi 800 arablar o'sha Izraelning atrofidagi arabskiy mamlakatda 800 arablar. Ular ham Allohim ilohim deb hech narsa qila olmadi. Chunki Allohing nolloh yo'q narsa ertak, bildingmi? Anu Angliyaning eski koloniyalari Arabskiy Emiratmi, Kuvaytmi, Saudiya Arabiyami? Saudiya Arabiya rasmiy tomondan Angliyaning koloniyasi bo'lmagan. Lekin real hayotda Angliyaning etigini tegdi bo'lgan. Angliya yot desa o'sha Saudiya Arabiya ham yotgan. Tur desa turgan. Nima uchun? Chunki Angliya Saudiya Arabiyaga yordam bergan turklarga qarshi urushishga. Tushundingmi? O'shaning uchun o'sha Saudiya Arabiya polni cho'qingan o'sha Angliyaga. Tushunasizmi? Mana endi o'sha arab mamlakatda yalinib qoldi. Trampga yalinib qoldi. Trampning kodini o'pishga tayyor. Chunki Iran o'sha arab mamlakatida raketalar otib yotdi, tushundingmi? Suv tozalash mashinalarini buzaman deyapti Iran. Ular hozir qo'rqib qolgan, titrab qo'rqib turibdi. Chunki suv tozalash mashinalarini agar raketalar otsa, pizdes suvsiz qoladi o'sha joylar. U yerda suv yo'q, qum.
Bildingmi? Dengizdan suv oladi, tushunyapsanmi? O'sha suvsiz qoladi. O'sha suvni olib tozalaydigan mashinalar bor. O'sha bombardimon qilib qolsa bo'ldi, amini yedi arablaring, tushunyapsanmi? Itak amini yeyapti. Turistlar qochib hozir biznes chiqib ketyapti yo'dan, tushunyapsanmi? Neft sotilmayapti umuman, chunki Armuzskiy prolivni bekitib qo'ygan Eron. Arablarni amini yeyapti hozir o'sha yerda. Tushundingmi? Seni yaxshi ko'rgan arablaring. O'shaning uchun endi Hoji Makkaga ko'proq borasanlar, chunki ularda pul yetishmay qoldi. Endi o'zinglarni qul egalaringlarni boqasanlar san.